Erimiz nima deydi? Yaxshi qara olmading shu bolaga, kasal qilding bolani deydi. To'g'ri aytyapti. To'g'ri deyapti dadasi. Ana shu men noto'g'ri qildim, men kasal qildim bolani deymizda va o'zimizni yomon ko'rishni boshlaymiz. Hammasi shundan boshlanadi, qizlar. Hammasi shundan. Qachonki siz pastki nuqtalarda, pastki vibratsiyalarda, aybdorlik tuyg'usida uyatman, o'zimizdan uyalisha, deylik o'sha ovozim do'rillagan, men uyalaman deydi. Yoki qizlar bor, misol uchun meni-chi yuzimda mana qottiq holim bor, uyalaman. Uyerimdan uyalaman, qornimdan uyalaman, bo'ksamdan uyalaman, kattaligimdan uyalaman. Biror marta o'ziga buncha men zo'rman, ha? Вообще вот недостаткam yo'q, kamchiligim yo'q, men zo'rman deya olmaydi. Juda kamdan kam holatlarda o'ziga ishongan, allaqachon o'zini 100% qabul qilgan ayolni topish mumkin. Judayam kam bu, kam foiz. Mana men degan Marilyn Monroe, вроде sex symbol deymiz, boshqa deymiz, aynan uni o'ldirgan, o'zini joniga qasd qilishga, oxir oqibat o'sha eng ko'p tabletka ichib o'zini o'sha suiqasd qilishga, hayotiga suiqasd qilishga sababchi bo'lgan nima? Komplekslar.